qayta rasxod qildiravermaydigan havoni ham top-toza qilib bera oladigan очистительинdan bormi deysa, men imini shu modelni ko'rsatgan bo'lardim. Chunki bu modelning filtrlari mo'yshi bo'ladi. Har oyda filtr sotib olib, pulingizni havoga sovurmaysiz. Ham bu apparat havoni ham namlata oladi. Ichiga 8 litrgacha ham suv sig'adi. Bundan tashqari havoda uchib yuradigan har xil bakteriyalarga qarshi sterilizatsiya funksiyasi ham bor. O'zida elektron tablosi, pulti, sensorli boshqaruvi va albatta telefon orqali ham boshqarsangiz bo'ladi. Umumiy domga bog'lab ishlatishingiz uchun Bluetooth va Wi-Fi ham bor. Ham bu modelni filtri changga to'lib qoladigan bo'lsa, yuvib qayta ishlata olasiz. Xuddi shu apparatni boshqa joylarda o'rtacha $330 atrofida sotilyapti. Bizda bo'lsa bu model katta chegirmada 50 kvadratli joylarga mo'ljallangan samosушка funksiyasi ham bo'ladi. Ночной rejim, ночное освещение, blokirovka additiv funksiyalari ham bor. Rangli bombadan chiqqan changni 100% tozalab bera oldi. Faqatgina oynaga yopishgan changlari qoldi. Bu modelni boshqa joylarda o'rtacha $330 sotilayotgan bir paytda men sizlarga bu apparatni bor yo'g'i $169 qilib beraman.